kim yuplanmayapti. Ayayam, dadayam yuplanmayapti-da. Amaki keldi-da, beringlar menga dedi-da. Shunday ko'tarib uyga olib kirib bitta nimasi bo'ldi. Qiqir ovoz chiqadimi? Yig'i yo'q, to'xtadi. Amaki kim? Qurbi esa velosipedga birinchi bo'lib olib bergan amaki bo'ladi. Amaki kim? Velosipedi yo'q, mashinasi yo'q, lekin qo'lchasidan ushlab ko'chaga olib chiqib o'ynatgan amaki bo'ladi. Shu amakini jiyan urib o'ldirmagungacha qiyomat bo'lmaydi debdilar. Urib o'ldiradimi deysiz? Buni 70 yil oldin, 100 yil oldin, 200 yil oldin gapirsa, yolg'onchisan deydi. Hech kim eplolmayapti.